yeriga muxlotdi. Biz kunimizning obzorini olamiz bugun, xudo xolasa. Ko'chani ko'rsatmasam bo'lmaydi. Pagoda вообще офигенный. Tumanning qalinligini qaranglar. Yo'li ko'rinmayapti. Yo, assalomu alaykum hammaga. Короче, bugun 11-dekabr. Paplandi bugun juda ham bir qiziq rolik bo'lishi kerak, chunki Kafoskerini ko'rsataman, ko'chadagi ob-havoni to'liqroq ko'rsataman va nimani ko'rsataman yana bu. Ko'rasizlar deb ko'rsatgandim. Tumandan tashqari hozir soat 9:30 va men yaqindagina uyg'ondim va zavtrakimni tayyorlamoqman, hozir sizlarga ko'rsataman. Hali bunga sut qo'shaman va yana ozgina kutganimdan keyin shirguruch degan ovqat paydo bo'ladi, tayyor bo'ladi. Yeganmisizlar yo'qmi bilmadim, u офигенный ovqat, tavsiya beraman hammaga. Короче, ovqat tayyor bo'ldi deb aytolmayman. Mablag'ga e'tibor bermaysizlar. Shunaqa bo'ladi. Mana ibimiz. Ciao. Ciao. Va biz sekin-astalik bilan Instagramga ketamiz. Darsim 12:15 da, soat 11 dan oshdi. Надеюсь, vaqtida ulguraman borishga. Xo'p, hozir oстановkadaman. Avtobus ham kelyapti, adashmasam. Nomeri to'g'ri bo'lsa. Oстановkani tez ko'rsatib ketaman. Bu yerda o'tiradigan joy yo'q, lekin oстановka все же есть. Va avtobus kelish vaqtlari aniq qilib yozilgan. Avtobus ham hozir ko'rsatgan joy почти что yo'q. O'zimizdan обычный avtobusda buni оплатаlayam faqat через karta qilinadi. Venetsiyani oroliga ham kelib oldim mana. Endi bu yoqqa где-то 15 minutlik peshqo'm yurishli yo'l bor. To matematika darsim bo'ladigan zdaniyaga yetolmagunimcha havo как бы sal ochilganda, lekin ba'zi joylar hali ham tuman. Menga yoqdi. Kelganimga 2,5 oy bo'lgan bo'lsa, kecha va bugun birinchi marta bunaqa tuman bo'ldi va boshqacha vibe berar ekan, короче. Yana bitta narsa, bu yoqda odamlar hali ham meni videoga olmaydigan narsa bor deb biladi. Kamerani ko'tarishim bilan to'g'ri kelayotgan odam boshqa yo'ldan yurib boshlaydi. Zalda ham bo'lib turardi. Meni videoga olmayapsanmi? Videoga tushib qolmay deb ketib turishardi. Shunaqa blogerlarga qiyin.
Mana yetib keldim. Kirish mana bu yerda. Menimcha hali hech kim kelmagan, chunki odatda hamma kech keladi. Kutilganidek hali hech kim yo'q. Ichkarida o'tirganlar meni ustozim emas. Yer ichish mumkin emas bu yerda. Xonaning nomi bizga o'xshab raqam qo'yishmas ekan, bilinglarmi? Короче, hech kim yo'q, men endi kutib o'tiraman ozgina. Yana 15 minut o'tdi, lekin hali ham hech kim yo'q. Klassda bitta o'rtog'im va men o'tiribmiz. Даже ustoz ham kelgani yo'q. Dars boshlanishga bo'lsa 5 minut qoldi. So, say hi. Sorry? Say hi. Hi. Mana shu bizani klassimizda mana bu yerda o'tiramiz hammamiz. Где-то 30-40 kishi. Mana bu yerda ustoz o'tiradi. Kompyuterni o'ynab. Mana bu doska. Doskada uncha narsa yozilmaydi. Основной mapdan show qilinadi. The course is finished. Okay, so keep in mind, I tell you, 160 degrees in one rotation, an angle that is greater. Короче, dars o'rtasida перемена, biz hozir magazinga Monsterga ketamiz. Shunaqa. O'z darsimiz 3,5 soat bo'ladi, bitta dars. O'shanga orada перемена bermasa bo'lmaydi, konkretно. Короче, In some calculator, you have also another unit that is great. It is very much used by you, as we have defined sine, cosine, and tangent. Dars tugadi, endi uyga borib ovqatlab olib, keyin zalga surishim kerak. Kech bo'lib ketyapti. Ulgursam bo'ldi. Четкий point shunday qilib biskni qilib kanaga tashing. Kelgan hosilaga bir rovga общежитияni binolarni ko'rsatib ketaman. Yo, what's up, mate? Niggas. Bu qanaqa binolar bilmayman, ha? Sunrise emas, nima deylardi? Quyosh botishi. Sunset. Ha, sunset офигенный. Bu yerda suv, daryo tam. Altta parkovka bordi, mashinalarga. No, uncha mashinasi tam qimirlamaydi joyidan. Anta BMW bor, mana oxirdagi BMW. Va 2,5 oy oldin kelgan bo'lsam, o'shandan beri bir marta ham joyidan qimirlaganini ko'rmadim. Qaysi vaqt kelishimdan qat'iy nazar shu yerda bo'ladi. Mana bu Antdagi kabriolet. Mana bu общежитиеga orqadan kirish.
Bu zdание nomi Altana. Mantdagi polniy uylar hammasi Altanadagi uy deb nomlanadi. Bu o'ng tarafimizda kolonka. Самый офигенный joylashdi, короче. Xonalari keng va uzun. To'g'ri. To'g'ri. Uyda kim yashashni bilmaydi bu. To'g'ri. Va bu 3-zdание, bu nomi Fandako. Va bu yerda o'rtada qanaqadir gardincha, hatto odamlar nimadir o'ynashyapti. Mana Humus degan anaqa bor. Kafecha. Mana yana bitta o'ziga barakat. Tushunmayman nima tushunib qolaman. Bunda sen shitty xonada Fandako. Va bu yerda kim yashaydi? Men yashagan odam sizlarga maslahat beraman. Agar uyga ketmoqchi bo'lsanglar, mabodo kelib qolsanglar, Fandakodan zo'rroq turinglar do'stlar. Sog' bo'ling. Сразу kolonka deb turaman deb zaylanyapsiz. Tanada turinglar, iltimos. Mana bitta study roomlar bor. Mana shular hamma study room. Mana bitta zal deb qo'yibdi, lekin zal emas-da bu. Trenajyorniy o'yinchoqlar bor, bir ikkita bo'ldi. Mana bitta video room. Biz bu yerda shanba kuni kino, serial ko'ramiz. Va bu yerda entrance administration ham o'tiradi. Yomon amakilar. Ay. Hamda bir ikkita vending machine bor. O'rtoqlar, kunni katta qismi уже o'tib ketdi. O'sha kechani tushdi. Lekin bugungi kunni eng bir mazmunli, eng bir kayfovoy 2-3 soatda hali oldinda. Sizlarga ham tavsiya berardim zalga chiqishni yoki mana bu jo'nash mani zalim bo'ladi. Если что, mabodo Italiyaga kelib qolsanglar, ko'rishamiz, mashta bo'laman men по-любому. Короче, zalga kirib oldik. Kirishdan bunaqa zinalar kutib oladi. Xo'p. Mana bu administratsiya, bu zal. Xo'p, trenirovka o'z yakuniga yetdi, lekin trenirovkadan hech qanaqa lavhalar olmadim, video olmadim, chunki o'ylashim bo'yicha Telegram, Instagramda yetarlicha zal haqida videolarim bor. Qiziq bo'lsa o'tib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bugungi videorolikimiz shunaqa bo'ldi. Agar sizlarni qiziqtirgan mavzular bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, keyingi vyupustlarda o'qishga harakat qilaman. Ketkizgan vaqtingiz uchun rahmat. Maksimal harakat qildim, yaxshi va sifatli kontent yaratishga. Da Jamshid Noziyev akamiznikidaqa emas. Kachisi, no qo'limdan kelganini qildim. Rozi bo'lasizlar vaqtingizga. Charchamaylik, ko'rishamiz.